Assalomu alaykum. Men Rahmatova Nilufar Boboyorovna, siz ona bo'lasiz klinikasini endokrinolog ginekolog integrativ vrachiman. Bugun sizlar bilan praktikamda uchragan tuxumdonlar polikistozi bilan qizimizni homiladorlik bitib bo'lgan tarixini bo'lishmoqchiman. Bu qizimiz 4 yil oldin menga murojaat qilganda, ularga tuxumdonlar polikistozi tashxisi qo'yilgan va bu bo'yicha davolanganlar. Qolgan holatlarini o'zlaridan eshitishinglar mumkin. Assalomu alaykum barchaga. Men 4 yil oldin Nilufar Boboyorovnaga murojaat qilganman va 1 yil davomida bu kishini nazoratlarda bo'lganman. Birinchi marta inseminatsiya qilganmiz. Inseminatsiyada natija bo'lmagan. Keyin bu kishi aytgan barcha ratsionlarga amal qilganman. Sport bilan shug'ullanganman, 10 ming qadam yurganman, to'g'ri ovqatlanish, uyqu rejimi barchasiga to'g'ri amal qilib, dorilarni vaqtida ichib, inatirlar, minazitolni ichganman, barcha vitaminlarni ichib, qabul qilib va natijaga erishganman. Homilador bo'lganman, alhamdulillah. Buning uchun Nilufar Boboyorovnaga kattakon rahmat aytaman. Avvalambor Allohning izni bilan va Nilufar Boboyorovnaning tinimsiz mehnatlari, menga bergan barcha yordamlari uchun rahmat aytaman. Birinchi farzandim dunyoga keltirgandan keyin yana dalshi bu kishi nazoratlarda bo'ldim. Tug'ruqdan keyingi barcha anaqalarni tiklab, vitaminlar ichdim. Yana dalshi vitaminlar ichib, sog'lom turmush tarziga amal qilib, ikkinchi marotaba tabiiy homiladorlikka erishdim. Bunda menga oilamni ham, xo'jayinimni, qaynona-qaynotamni hissalari juda ham katta. Menga doimiy yonimda turib, dalda berdilar, doimiy yonimda bo'ldilar. Hamisha qo'llab-quvvatladilar.